Buni qayma qilib sepish kerak degan savollingizga javob esa Assalomu alaykum, bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Bizga ko'p savollar tushadi. Sabzi urug'i qaysi oyda sepsam bo'ladi? Ertangi ekin uchun deyshadi. Shuning uchun biz sizlarga 4 xil sabzi urug'i tayyorlab qo'yganmiz. Xitoy davlatidan kelgan 2 xil sariq qizil sabzi urug'imiz. Bu sabzi urug'imiz 300 grammlik bankada bo'lib, bitta bankasi 10 sotix maydon uchun sepiladi. 1 gektar maydonimizdan 40 tonnadan 50 tonnagacha hosil olishingiz mumkin. Bular hammasi shantane sabzi urug', uzunchoq bo'ladi, kalta bo'lmaydi. Ikkinchi urug'imiz esa bu ham bankasida 300 grammlik bo'ladi. 10 sotix maydon uchun sepiladi. Bu urug'larimiz ham 1 gektar maydondan 40 tonnadan 50 tonnagacha hosil beradi. Uchinchi navli sabzi urug'imiz Bayer firmani Gollandiyaniki Abago degan sabzi urug'imiz. Pachkasida 100 ming dona urug' bo'ladi. Bu urug'imiz shtukbay keladi. 100 ming dona bo'ladi. Bitta pachkasi 10 sotix maydon uchun sepiladi. Bularimizni 1 gektar maydondan hosildorligi 60 tonna, 65 tonnagacha olib chiqadi. Sakata firmasining, Fransiya davlatining Sakata firmasining Shantane degan sabzi urug'i. Bu pachkasi 1,5 kilolik, buni 250 grammligi ham keladi. Ham 1,5 kilolik, ham 250 grammligi. 1,5 kiloligi 20 sotix maydon uchun yetadi. Bularimiz ham 1 gektar maydondan 60 tonnadan 65 tonnagacha bemalol hosil beradi. Bularimiz hammasi gladki, uzunchoq sabzi bo'ladi. Qaysi birini sepishim afzal, qaysi birini sepsam daromad ko'p qilaman deganlarimizga, bu ularimiz har xil iqlimda, har xil sharoitda yetiradi. O'zbekiston iqlimida eng ko'p ekilayotgani shular bo'ladi hozirgi kunda. Sakataniki, Bayerniki, Kelleri setki. Mana shu 4 xil sabzi urug'i qayerdan, kimdan xarid qilsani ham originalligiga ishonch hosil qilib, bemalol xarid qilaverasizlar. Bu urug'larimiz Sakata firma bilan Bayer firmaniki ichi dorilangan bo'ladi. Xitoylarimizniki dorilanmagan holatda bo'ladi. Buni qayma qilib sepish kerak degan savolingizga javob esa oktyabr oyida sepish boshlanadi. Oktyabr oyida sepish boshlanib, noyabr 15-sigacha sepsani bemalol bo'laveradi. Yerdan chiqib 2 barg, 3 barg bo'ladi, keyin qor tagida qoladi. Erta bahorda ertangi sabzi bo'lib chiqadi bu sabzi urug'larimiz. Pishish muddati 90 kun, 100 kunlik. Buni kechki qilib, ertangi qilib yoki-da o'rtangi qilib sepsani bemalol bo'ladi. Bu sabzi urug'larimiz 3 xil mavsumda, 3 faslda sepsani bo'laveradi. Kimga shunaqa urug'larimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.